bir yigitga bittasi aytgan ekanda, o'rtog'i bir hikoya keladi. O'rtog'ini yaxshi ko'rar ekan. Do'stim, seni yaxshi ko'raman, sendan ayrilgim kelmaydi. Eng yomon ayriliq bor do'stim. Shundan qo'rqaman. Eng yomon ayriliq bittamiz jannatga, bittamiz do'zaxga kirib kelsak, bu eng yomon ayriliq. Keyin oshna jannatga kiraylik. Namoz o'qigin, da'vorar ekan. Da Xudo xolasa kiraman, masjidga kiraman, masjidga da'vorar ekan. Kuni kelib o'sha o'rtog'i yosh yigit o'lib qolgan, janozasi masjidda o'qilgan. Shunda masjidga olib kirganda o'rtog'i yig'lagan ekan. Do'stim, shu o'liging emas, tiriging kirganda xursand bo'lardim degan ekan. Qarang. Bu degani ajjilu bit-tawbati qabla al-maut deb Rasululloh alayhi vasallam aytganlar. Ey ummatim, shoshil tavbaga, o'lib qolishingdan oldin. Mana shu atrofda o'zida yuzlab o'lib ketdi yoshlari, yuzlab.